Aziz opajonlar, o'rtoqjonlar, xolajonlar. Endi ustimdagi yangi kelgan ko'ylagimni sizlarga ko'rsatmasam bo'lmaydi. Mana bularni qaranglar, chiroyli pirpiranglar bilan tikilgan. Mana bunaqa chiroyli 20 minglik ro'mollar bilan ham ochilib ketaveradigan asal ko'ylak keldi. Mana buni qaranglar, qo'shataylari keng, muzdekkina shtapl, qaqqa kiyib ketsanglar ham bo'laveradigan asal shtapillarimiz keldi. Opalar ketdi, sizlarga rasvetkalarni ko'rsatib o'taman. Undan oldin bitta savol, ushbu ko'ylak necha pul deb o'ylaysizlar? Agar bilsanglar kommentariyada yozasizlar. Buni o'zi olib ketgan opalarimiz bor. Ko'ryapsizlar, juda ham chiroyli ko'ylak, juda ham neobычный materialda. Materialimizni eslatib o'tamiz. Bu turetskiy shtapl, uncha-munchaga yomon bo'lmaydi. Oldilari shunaqa chiroyli mana pirpirichalar bilan bichilgan, qilingan, qo'llari chiroyli mana shunaqa manjet, mana ko'ryapsizlar. Hammaga yarashib ketaveradi. Rasvetka bordoviy, qora, cho'pi va ustimdagi yashil rangda. Tez kelib